Akalar, assalomu alaykum. O'sha Abdurahmon aka, oqish ko'tarilib ketdi. Hozir kaptalar hozir o'tirib hurkib ketdi. Qizil hakkiz uyga ketdi. Oqish haligi oqbo'rani ashi eng zo'ri bo'lgan ekan, ashoq. Hozir ko'tarilib ketdi kaptar. Tepada ikkita cho'tdi. Hozir yetib olyapti ularga ham. Oqish, qizil hakkiz uyga ketib-berdi. Kaptarga qo'yil lekin. Mo'la oqish hozir ketdi ko'tarilib. Instagramga qo'yib qo'ymaydi, Instagramdan ko'rib ko'rasiz aka. Islom akam tagidan haydadi kaptarlarni. Uni tepasiga ham o'tdi kaptarlar, oqish. O'tdi. Uchirdi hozir kaptarlar. Uchtasi uchyapti. Oq yuribdi lekin. Men haydab qo'ydim uni. Hozir haydab qo'ydim bitta ikkitasini. Qo'shilib oldi oq. Ikki Pokistonlarga. Kechagina Namanganlik akamiz bor edi. Hali yakka parvoz deganmi, aka, agar ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha bitta tepada yurgan o'sha nar. Hali uchirganman, hali ham uchyapti. Bitta nar bor, yana bitta oldi qora ashib bilan uchyapti. Ash o'ynayotgan ash yakka parvoz. Yo'q, bo'lmas ekan, oldidagimi? Ular ikkosidan bittasida tushunmay qoldim. O'z bittasi o'ynamardi. Ular qora ko'rinyapti, tepada anaqa ko'rinmaydi. Nima deb qog'oz satavi o'shancha qora ko'rinadi. Oq yetib oldi, uchosi o'qib oldi endi mana. Ular Abdurahmon aka endi qarab turaman kaptarlarga. Lekin kaptar chiqib ketdi oq. Ashik kaptar o'ta go'zal oqnashdi shu. Kallalar vashi dahshat. Birov ko'rsa uchmaydi deydi, zot kaptar, ash kaptar. Mashinaqalarda uchirib maza qilaverish kerak. Qaranglar, sekin uchyapti. Ko'riga qo'shila olmayapti. Ko'rinyaptimi o'zi? Mana ekan. Xullas sekin uchyapti. Ko'riga teskari qilishyapti-da. Qani qo'shilib qoladi. Endi qo'shilsa. Qo'shilsa behijolat uchaveradi-da. Qo'shila olmayapti. Teskari ko'rik qilishyapti. Qizlar aka lekin qoyil, yana ketib-berdi uyga. Ular Abdurahmon akam katta eshigi bor-da, naryoqda ketadi. Bizniki olaqonat bunaqa yuksalish bo'lsa, u 4 toshda, bir 3 kilometr chiqadi. Qashaqa ketib boryapti. Qo'shilib qolarmi? Agar qo'shilsa, birga uchaveradi. Qo'shilmasa, tagida teskari ko'rik qilib yuribdi-da. Islom akam kaptarlar cho'ta anaqa mazasi yo'q shekilli, yaxshi uchmayapti. Lotka qilib o'ynashyapti. Ditcha pastroqda ekanda, shuncha qo'shilmayapti. Ditcha pastroq. Shu qo'shilib qolishdan. Ikkosi ham rosa kuchli, anaqa yuraveradi. Oqam bundan ulardan ham kuchli-da, oqam. Anjonni kuchli. Endi yuraversa kerak. Kaptarlar qo'rqib qochyapti uni ko'rib. Voy bilan. Mana ko'ryaptimi ish qilib? Ana ko'rinyapti-kan. Ular shunaqa. Mayli, endi Abdurahmon aka tushdi. Bo'shaganda qarab turaman.